Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 27-dars forzatsiyon. Latincha atılışı prepositsiya. Uyg'urcha, yani bizning Uyg'ur tilimizdagi terkelme degan grammatikalik uqumga mos keldi. Yoki yana bir xil atılışı so'z aldi qo'shilg'uvchilari degan. Bu forzatsiyon hozirgacha mendan başqalarım en köp soraydigan savollarning birisi, yani işiltish ma'nilari degandek. İnşallah bugungi darsdan keyin sizlarga tushunishib ketishni umid qilamiz. Ya'ni forzatsiyon so'z aldi qo'shuvchi tirkalmalar. Ular amaliyotda bir xil yordamchi so'z bo'lib, o'zi yolg'iz kelganda ayrim bir ma'no bildirmaydi. Lekin jumlada ism yoki ism roldagi so'zlarga qo'shilib, shu so'zning cümle yoki söz birikmesi tarkibidagi boshqa söz va söz birikmelari bilan bo'lgan turlik munosabatini bildirib keldi. Ya'ni masalan bizning tilimizdagi g'a, ga orqaliq uchun to'g'risida amaliyotda bo'liq ayrim, masalan g'a deganning ma'nosi nima, qa deganning ma'nosi nima desa, buning ayrim bir ma'nosi yo'q-ku. Lekin bir ismga yoki ism roldagi boshqa so'zlarga qo'shilib, masalan maktabga, ta'tilga, doktorxonada, ügünüş arqılıq degandek boshqa bir so'z birikmasi bilan qo'shilib kelib, ondan har xil turli munosabatlarni bildirib keldi. Golland tilida shu forzatsiyon, ya'ni so'z aldi qo'shuvchi tirkalmalar o'zi yondashib kelgan so'zning xususiyatiga asosan jami 8 turga bo'lindi. Ya'ni o'rin joyini bildirgan tirkalmalar Platz, Richtung, yo'nalishni bildirgan, yoki Reyden sababni bildirgan, Orzak kelib chiqish sababini, Dul, Middle, Tijd boshqa turdagi. Biz shu darsimizni ikki qismga bo'ldik. Ikki qismlik darsimizda shu 8 turdagi butun tirkalmalarning ma'nilarini jumlalar bilan tanishib chiqamiz. Yani birincisi o'rin joyini bildirgan so'zlarga yondashib kelgan tirkalmalar. On deganning shu g'a, ga degandek ma'nosi bor. Bu odatda ko'pincha hollarda shu xangin on, ya'ni isig'liq biz burun darslardan chiq degan, yana chiq fe'llarninki o'ziga mos holda keladigan bir mushta forzatsiyon bo'ldi-ku. Yani hangin degan fe'l odatda bir narsani isish, tamg'a isish, doim on degan forzatsiyon bilan birga keldi. Masalan, all sein diplomas hangin on the mur, yani uning hamma diplomlari tamg'a isig'liq. Achter, aqsta degan gap shu. Masalan, achter de stoel, achter de computer, achter de bureau. Ik zit al hele de ochtend achter mijn bureau. Yani bütün ettigen üstelning aqsida o'tirdim, yani üstelde o'tirdim demekçi. En beneden asti, töven, pes. Mesela de polder ligt beneden zeeniveau, yani kölçek deniz yüzünden töven joylashgan. Bey deganninki shu yinida, dada, tata degan ma'nosi bor. Masalan, beydi buren qo'shnilarning yinida, bey frienden do'stlarning yinida degandek. Binin ichida, uning qarim-qarshisi bauten sirtida. Masalan, binin de stad shaharning ichida, binin het house uyning ichida, binin de school maktabning ichida degandek. Bular hammasi shu o'rin joyini bildirgan tirkalmalarning keyindan bir o'rin joy keldi. Yani binnen de stad mag je niet harder dan 50. Yani shaharning ichida 50 qaydasangiz bo'lmaydi. Buiten, u kunt buiten deze kamer op het antwoord wachten. Yani siz bu odaning sirtida javobni saqlasangiz bo'ldi. Yani buiten house, uyning sirtida degandek. Boven, ustida. Mesela de planken hangen boven het bureau. Yani taxtalar üstelninki üstü tarafiga isig'liq. En in deganning ichida, dada, tata degan ma'nosi bor. Masalan, Abdusalom was in the town, het gras aan het maaien. Yani gras maaien degan chimlarni qirqish. Yani in the town, yani bog'chaning ichida, bog'chada, shu bog'chada dada, tata. Mesela in supermarket talla bazarda deb burum öğrengen tuqu. Langs boyida
Mesela Langs der River ligt in dijk. Yani deryanın boyunda bir tosma var. En naast, yinida, het stadhuis staat vlak naast de grote kerk in het centrum van de stad. Yani hükümet işhanesi şehir merkezindeki çoğun çirkavının yenidilam, yani naast de grote kerk çirkavının yenida. Deganning çöre dep etrafıda degan ma'nosi var. Mesela iedereen stond tijdens de uitleg de machine. Yani tushundirish jarayonida hammadam mashinaning atrofida mashinani cho'ridab turdi. En onder asti, mesela onder de map, onder de tafel, onder de stoel degandek o'rindiqning asti, ustelning asti. En op ham inga o'xshash dada tata degan ma'nosi var. Lekin op bilan keladigan ismlar ayrim, in bilan keladigan ismlar ayrim. Mesela op kantor deymiz, ishxonada, op school, maktabda, op stasyon, poyezd stansiyada. Mesela bir yerde in kantor, in school deb unda demaymiz. Yani mush forzatsiyonningki bir murakkab qaymoqtiradigan ya mushchu. Gerçi op bilan inninki har ikkilisininki dada, tata degan ma'nosi olsa-mu, lekin maktabda desek, opni ishlasak, ondan yana bir ifodalasak inni degandek. Mushu sal qaymoqtir, endi bularni yodlab o'rganib olsak bo'ldi. Ondan rondum ikkilisi o'xshash ma'nosi, ya'ni cho'ri deb atrofida degan ma'nosi var. Masalan, vi staan rond de machine om de demonstratie goed te kunnen zien. Yani biz ko'rsatmani yaxshi ko'rish uchun rond de mashinani cho'ri deb turdik. Yoki rondum de machine desak bo'laverdi. Ondan t deganmi dada tata op iniga o'xshash. Bu odatda yer joy ismining oldida keldi. Ko'pincha hollarda geboren t, ya'ni bunda bir yerda tug'ilgan degan vaqtda t keldi. Bu yerda masalan in Den Haag desak bo'laverdi. Ya'ni t desak bo'laverdi. Qaysini ishlasak bo'laverdi. Masalan, het Prinsesjes werd geboren in een ziekenhuis te Den Haag. Yani melikeler Den Haag'daki bir doktorxonada tug'ilgan. En teginninki g'a ga degan ma'nosi var. Odatda bir narsaga yo'linib turgan holatda. Masalan, de verkoper leunde tegen de muur. Yani bir kasıcık tamga yo'linib turdi. Yoki leunde tegen de fiets. Yani velosipedga yo'linib turdi. Deb yana qarshi bir narsaga yo'linib turish. En tegenover qarshi tarafda, mesela tegenover de supermarkt is een pinautomaat, yani talla bozorining qarshi tarafida. Tegenover mijn huis, mening uyimning qarshi tarafida degandek. En tussen en o'ttirsida, orliqida, yani ikki narsaning ya ikki odamningki orliqida. Mesela Nicat sittayni sıfır xadiring tussen Abdulhamid en Abdullah desek, yani Nicat yig'inda Abdulhamid bilan Abdullahning o'ttirsida o'ltadi. En oxiridagi o'rin joyini bildik, FNAF. FNAF degan tin, masalan, bir yerdan, masalan, FNAF Amsterdam'dan. Ja, vanaf de Martinetoren kun je heel veel over Groningen uitkijken. Yani Martine Munarı'dan siz Groningen'ninki jiq yerlerini ko'ralaysiz. Yani işte muşta yerden demekçi olsak. Vanuit degan vanafga o'xshash. Buning ham din degan ma'nosi var. Mesela vanuit het raam, yani derazadan, zag hij het meisje lopen. Yani qiz bolaning mingib ketayotganligini ko'rdi. En voor oldida, baya orqada deb o'rgangan tuqamdi, for oldida, mesela for de fabrik, zavodning oldida, for de school, maktabning oldida degandek. En voorbij, ötüp, yani oldidan ötüp demekçi. Mesela de bank is voorbij de bibliotheek aan de linkerkant. Yani banka kütüphaneden ötkendan keyinla sol tarafta. Yani voorbij, yani ötkendan keyin, ötüp degan ma'noda. Yani o'rin joyini bildiradigan tirkalmalar shu. Endi keldik yo'nalishni. Yani yo'nalish degan shu bir nishonga, bir yerga qarab mangan yo'nalishni demekçi. Mesela bu yo'nalishni bildiradigan tirkalmalar door. Yani door degan aş bir narsani teshib o'tishni demekçi. Mesela de steen ging dwars door de ruit, yani taş
derizadan tishibla chiqibla o'tib ketdi. Yoki dorhen deb ishiltildi, o'xshash ma'noda. And in degan boya degan to'q o'rin joyini bildirgan deb. Ham in yana yo'linishni bildirib keldi. Masalan, Abdusalom stab altayt xalif neyxin indi bus. Yani mashinaga chiqdi deb, yani mashina tarafga qarab chiqdi. Mashinaning yo'linishi qarab chiqdi deb miyada. Stop in the bus. And langs deganning shu yinida bo'ylab, masalan, langs ons house, yani uyimizni bo'ylab stroomt in deep beek waarin veel vissen zwemt. Yani jiqqida biliqlar uzdigan bir cho'nqur o'stang bor. Beek degan o'stang. And nar g'aqagaka bu masalan xannar deymiz, lausternar. Miyada mesela bringet nar, yani nigar bringet de bordu nar de köken, yani nigar tahsilani aşxanaga apardı. Nar tu bu o'xshash narga o'xshash g'aqagaka, lekin nar tu odatda jumlaning eng oxirida kelalaydi, keynida hech qanday so'z kelmasin bo'ldi. Lekin nar kelgan vaqtda nardı köken, nar Amsterdam deb cho'qim uning keynidan biraz so'z kelish kerak. Lekin nar tuda unda emas. Ich habe vanavond nergens naar diyen. Bugün geçti hiç çay bağmayma degandek. En etrafıda mesela hij rent 3 rondjes het veld. Yani o meydan etrafıda aş meydanның etrafıda 3 aylanma yugurdi. Ondan over ötmek. Mesela over de brug, körükten ötmek. Over Amsterdam desek Amsterdam'dan ötmek degandek. Ik loop over de brug naar het centrum. Yani körükten ötüp şehir merkeziga barman. Yoki overheen deb keldi. Bu o'xshashlar ma'noda. Mesela ik loop over de brug heen naar het centrum. Yani körükten ötüp şehir merkeziga barman. Bu yerda hen tushib qolsin bo'laverdi, lekin kelsin bo'laverdi. En rond etrafida o'pchörüsdə mesela tijdens de lunchpauze wandel ik vaak rond het plein. Yoki bu rond cümlenin en ahırda kelsin bo'laverdi. Mesela tijdens lunchpauze wandel ik vaak het plein rond. Herkes o'xshash. Yani tushlik aram vaqtimda men doim meydan atrofida aylanaman degandek. En rondom bu rondga o'xshashlar atrofida. Mesela boyaqi cümle öz ayni shu, uning o'rniga rondomni almashtirib ishlasakmi bo'laverdi. Ondan tot, g'icha, qicha, gicha, kicha. Mesela tot bu vaqt qim keladi, lekin miyada hamda yo'linishni deb, mesela ishikkicha deb. For de receptie loop je de gang uit tot de deuren en dan ga je rechts. Yani kütülüş ornu aldıdan kardonu boylap ishikkicha mingin tot de deur ishikkicha mingin ondan o'ngga burilin. Van din degan ma'nosi bor. Mesela o velosipedden qilib tushdi, unda deb işte din. Miyada de schilder viel plotseling van de trap. Yani resim tuyuqsiz bilan paydin tushib ketdi. Van de trap. Vanaf degan mu vanga o'xshash din degan ma'nosi bor. Mesela hij kwam vanaf het einde van de straat aangehold. Yani o ko'chaning uchidan, ash ko'chaning bir beshidan yugurgincha keldi. Vanaf het einde van de straat. Ko'chaning bir beshidan vanaf. Vanuit deganning dinten degan ma'nosi bor. Vanuit de kerk liepen de mensen langzaam richting de begraafplaats. Yani kirkouwden vanuit de kerk. En via arqılık, mesela wij gaan altijd via de polder naar Friesland. Yani biz daim derya arqılık Friesland'a barımız via polder. Mesela wij gaan naar Utrecht via Amsterdam. Desek biz Amsterdam arqılık Utrecht'a barımız degandek işte arqılık. En voorbij, ötmek. Mesela je loopt voorbij de bibliotheek en neemt dan de derde straat links. Yani kütüphanenin aldıdan ötüp bo'lgandan keyin demekçi. Endi sebepni bildirgan tirkelmeler door deganning sababidan degan ma'nosi bor. Masalan, door de drukte, yani qistonchilik sababidan, door de drukte op de weg ga ik vandaag met de trein. Yani qistonchilik sababidan men bugun poyezd bilan borman. Mesela ma jumlada hozir door tirkelme
opti vəx bu mu tirkelme orun joyini bildirib op miyada metti train poyiz bilen deb miyada bir vasını bildirib yani ma cümlede hazır 3 tane forjatsion var. Xizin deganimiz sababidan degan gap to'g'ri o'xshash. Mesela ma cümlege xizinni almashtirib ishlasak bo'laverdi. Ama xizin deganning yana bir ma'nosi yo'q. Bu xizin degan zin deganninki putgan zaman shakligu, lekin miyadagi ma'nosi sababidan degan ma'nosi bor. Shunga endi xuddi bizning tilimizda mana shu ko'p ma'nolik so'zlar deb bor. Masalan, o't deganning yadagi o't degan ma'nosi bor. yoki ko'ydigan o't degan ma'nosi bor. Biz endi jumlalarning ichida qanday kelganligiga qarab farqlantiramiz-ku. Masalan, qo'y o't yeyotidi desa, darhol kallamizga yerda o'sadigan o't keladi. Men o't bilan qo'limni ko'ydirib oldim desak, darhol ko'ydigan o't keladi-ku. Mana shunga o'xshash, garchi mahzin deganning gerçi bu zin degan fe'lninki putgan zaman shakli bo'lsin, lekin jumladagi ma'nosiga qarab biz qaysi ma'noda kelganligini farqlantira olamiz. Miyada xizinde dürükte yani yoldaki kısançılık sebebinden optiva hayfanda metrein yani doğru okşaş. En degenin üçün degen ma'nosi var. Mesela niemand kun lachen die flauwe grap yani hiç kim bunda bimani çaqçaq üçün külmeydi. Bunda bimani çaqçaqqa külmeydi. Yani flau degen bimana ma'nisiz degandek ma'noda. En wegens deganimiz sababidan ma doğru xizin deganga o'xshaydi. Mesela cümlenin üstündeki cümlelerimi wegens işlesek buluyordu. Wegens de drukte op de weg. Yani bir misal mesela wegens de hevige sneeuwval rijden minder treinen. Yani qattiq qar yaqanlıq sebebidan poyizlar az mаңды. Endi orzak yani kelip chiqish sababini bildirgan tirkelmeler. Bu tirkelme asosliq 4 tane tirkelme var. Yani birincisi dankzey. Yani dankzey degan yordami bilan palanning rahmatida degandekchu. Masalan, diniy kitoblarda dankzey Allah yani Allohning rahmatida deb chiqildi. Bir misal yana dankzey adila habik mein werk ruim op tijd afgekregen. Yani adilaning yordamida men ishimni vaqtida tugatib oldim. Yani dankzey. Yani bir şu odatda doim keynida odam keldi, yani birasining yordamida. Door sababidan yani door die fout yani mush xatolik sababidan kon ik helemaal opnieuw beginnen. Men baştan başlayaladım. Krachtens deganning asosan degan ma'nosi, lekin bu odatda ig'iz tilda ishlatilmaydi. Shu yiziq tilda ko'pincha kitoblarda masalan agarda ko'chmanlar idorasi sizlarga bir xatlarni avatgan bo'lsa, shularning işte xatlarda uchrab qoldi. Misal, een persoon van 65 jaar of ouder krijgt een uitkering krachtens de algemene ouderdomswet. Yani 65 yaş ve ondan yukarı kişiler yaşanğanlar kütünüş kanunu asasen təminatqa erişidu uitkering. Yani krachtens deganning asasen degan ma'nosi. Vanwege sebebinden mesela vanwege zijn ziekte yani o kasallik sebebinden kon hij al jaren geen pen meer vasthouden. O yıllardan beri kalem tutamaydı vanwege zijn ziekte sebebinden. Endi dersimizin birinci kısmında ügündüğün tirkelmeler, forzasyonlar muşu. Bunu hem de ma'nosini yodlab ügünüp alsanglar yaxshi. Şunu men şu ma'nosini sizlarga aniq tushunish bo'lish uchun har birisiga misollar bilan keldim. Biz bugungi dersimiz mishad oxirlashdi. İkinci kısmida yani bunun davomini ügünüp o'tamiz.